Kechaniki 27 kuni oldi ha. Ma jozani bir joza 4 o'rinda 50 ko'y chiqargan, o'zimiz to'piga chiqiribmiz, setil ketdi. Top kirib olganlar bo'lsa, yaxshilar bo'ldi. Birinchi ko'ra olasizlar, ayrim yaxshilar kirib qo'yma. Ma'lumsan, setil ketdimi? 500 ko'y chiqarganlarsang, aka. Ma qo'menji. Buni sho'blarni apparatimiz bo'ldi. Mana qiziqish mana. Malani ishqima kichigi bu, cho'nlar 600 ko'rsatgan. Mana 200 ko'rsak olgan adam yo'q. Sho'blarni appasak 300 ko'y yaqin pul oldi ekan. Bu shunday qish. Arinki menda bir tal bovintay va bunikima ustidikima og'zi yo'qa ketibdi. Issiqlayda aning ostiga bilan qo'yildi buning. Buni 400 ko'y beryapmiz. Aninki 2 ko'zlik o'tirma sukolchiga bundoq bir to'sh qo'chaq va buni 1,5 ko'y beryapmiz hozir. Aninki mavo yangi narsa. Mavo jinshan 200 ko'y. Buni sho'blarni apparatdan eshitdi oldi. Mavo 150 ko'y 98% yangi juma. Mana shu. To'lagan oshxonaki tugab, menga manchiqni araniki gel. Mavo qasi bu. Sapa. Sapa. To'yishkema. To'yishkega. To'yishkoy. Araniki gel. Masapa. Bir kun sapa setil ketdi. Masapa 700 ko'y. Sol taraf tushuntirsaysan, kağıt o'zlari 90 ko'y. Ballansa 1300. Analikiga mana maaş kisesine gitti. Mana mava 55 so'm, 60 so'm, 65, 65 so'm nima? Mana hamizdan tutva va. 55 so'm qoldi. 55 so'm qoldimi? 55 so'm mana agmaygiran. Bularniki Wi-Fi qo'llaydi, laya qo'llaydi hamiz ba. Bularni nesatma 900 ko'yma? Ha? 950. Bo'ldi, bugundan boshlab mana 55 so'm ekranni 850 ko'y. Wi-Fi qo'llaydi, ekran qo'ymada, laya qo'llaydi. Ma to'laniki vaqtni shuma. Saychala spet. So'nglarim bor. Nimaga ko'p baksanlar bo'ldi. Mabinglacho. 500 ko'y. Menga 500 ko'y. Kiyim ishkaplari, karvatdan bor. Asha karvatdan ko'z tortdi. Alg'ash ketdi menga. Asha karvatdan mana chiqadinglar. 900. 900. Bugun kelmaka 800. Avu 250. Bugunga sening tutgan mal bor. Bekar bo'linglar. Ananki kiyim ishkaplari 80 sm, 1 metr, 1 metrga yaqin chiqadi. 400, 500, 600. Mava kiyim ishkaplari yana keltirdik. Buni bitta yoqdan keltirib baktık. Madukandan bor. To'g'rilar qadar to'g'rilar. So'qolarsiz. Bu 800 ko'y vazaketsiz 950 ko'y biz apirib qurashtirib turibmiz. O'rnimiz Nurluqda, Nurluq ko'chadan kunchi chiqarib, go'zallik bilan bo'lsangiz bo'ldi. 131 09 03 81 83